Liubi padişah evlat turib, yani padişahninki xon tog'iz turib, nemishqa ashunchalik nomrat olib tushib qoldi. Kinoninki beshini ko'rsak, ko'rib bilamiz-ku buni. Ajoyib nomrat shu chig' oyoq setib jinin boqidi. Liubininki kelib chiqish zodi qandoq? Endi Liubini ham shu kino tunishtirgan vaqtda Jingshan, Jingwang, yani Jingshan To'ri begininki avlodi deb tunishtirdi. Amaliyotda Liubi haqiqatan Jingshan To'ri begininki avlodi. Endi albatta padişahlarninki nurg'un bolalar bo'ldi, nurg'un avlodlar bo'ldi, urug' tuqqanlar bo'ldi. Ama uzun yillik padişahlık davrida. Endi shu Jingshan To'ri begininki bir nevrisi bor. Bu nevrisini endi padişahlıktan şu Joujun aymiqiga aymaq begi qilib avatidi. Odatda padişahlıktaki şu özlerininki her qaysi urug' tuqqanlarni, qarindoshlarni her qaysi aymaqlarga, şu o'rinlarga qo'ydi-da, o'rnining ichida turmaydi. Shuning bilan bu shu yerda aymaq begi bo'lib turdi. Ham bu dal şu Liubininki ajdodi. Endi bu aymaq begi bo'lgandan keyin odatda shu padişahlarninki urug' tuqqanlari her yili shu padişahlıkka yoki shu xonishga yoki padişahga bir sovg'at beradigan bir bayram bor ekanda bularninki. Bir murosimdek bir nima ekan. Endi shu sovg'at beradigan vaqtda bu Liubininki ajdodi endi sovg'atni vaqtida bermay qoldi. Shuning bilan bu jazolanib aslidagi huquqidan ilib tashlanib odatda puhra holatiga tushib qoldi. Shuning bilan bularninki turmushi asta-asta namratlashishga boshlaydi. Ham Liubininki dadasiga kelgan vaqtda Liubi kichik vaqtida buning dadasi kasal sababidan o'lib ketib qoldi. Ham bu bir oilada bir dadi yo'q bo'lgandan keyin demak bu oilaninki turmushi texim tashlashib ketdi. Buni qamda. Shuning bilan Liubininki oilasi ajoyib namratlashib, bu Liubi ism topgandan boshlab shunda chig'da oyoq yasab, bo'ri yasab degandek o'sha chig' darslarda yasab ish qilib bir narsalarni setib jinni boqadi. Demak bu Liubininki asldagi mush padişahninki urug' tuqqanlardan, yani ajoyib bir yuqori mansabli kishidan ashundaq bir puhra holatiga, yani nihoyat nimrat holatga kelib qilishininki sabab. Endi bu Liubi degan zot qanday kishi degan vaqtda bu nihoyat qamlashgan, nihoyat usti beshi yo'g'on hamda qomatli odam, cho'ng-cho bestlik. Ondan keyin buning ikki qo'liga yo'g'on ostiga sangilgan. Endi shu ko'nlarda bir gap bor, shu qo'liga yo'g'on odam, qo'liga pastga sangilgan odam cho'ng ishlarni qila oladi deydigan. Balkim shu Liubininki shu hikoyasidan qoldimiki deyman shuni. Degandek bu Liubi haqiqatan cho'ng ishlarni qildi. Endi bu Liubida garchi bu odatdagi puhradek cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bu padişahninki avlodi bo'lg'achqa bularning uyida shu tarbiya uzilib qolmaydi. Ya'ni bu xat yozishni, xat o'qishni, kitob o'qishni biladi. Shu kichikdan boshlab shu bilim o'rganishga, uningki o'zininki bilim qurilmasini yuqori ko'tarishga qat'iy sal qarmaydi. Shuning bilan bu Liubida qanday safa paydo bo'ldigan vaqtda boshqalar bilan bo'lgan munosabatni yaxshi bir taraf qila oladi. Eng muhimi bu chidamchanlik nihoyat kuchli. Uningdan keyin o'zininki o'ylayotgan narsasini boshqalarga bildirmaydigan bir xarakterni hosil qilgan. Bu asosan boshqaruvchilar bo'lgan xarakter desak bo'ladi. Bu nima degan gap desa, masalan, ba'zi odamlarni bir narsa deb qo'ysak, yoki tuyuqsiz bir ishlar yuz berib qolsa, chiroyi chiqadi. Xo'shalligi, qayg'usi va yoki azoblari-chi. Ammo Liubininki yanada olamshumul ish yuz bersin. Hatto hozir kaniga qilishni taraf o'tirmanisimi, chiroyida qat'iy o'zgarish bo'lmaydi. Ishchilikini boshqalarga bildirmaydi, ifodalamaydi. Masalan, ishchida har qancha masalan qo'rqib ketsimi yoki ochiq kelsimi, bisib tura oladi, chandırmaydi. Demak, mushu iqtidorlari Liubininki nurg'un kishilar bilan do'st bo'lib, nurg'un kishilardan foydalanib, keyin cho'ng-cho'ng ishlarni qila olishida turtkilik rol o'ynaydi deyishga bo'ladi. Unda bo'lsa, Liubini shunchalik so'zlab turayli. Agar filmni yoqtirgan bo'lsangiz, astaki inkas oyoniga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texmi ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, shu bizningki film qismliq filmimizningki davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu tarafdagi qo'shishni besib meni
Gönç okuydum.